Atalgan davlat o'zining qiziqarli faktlari, afsonalari va an'analari bilan bunga tayyor bo'lmagan odamni lol qoldiradi. Fransiya bu borada eng tanilganlardandir. Dunyo mamlakatlaridagi odamlar Fransiyada ajoyib udumlar ko'pligini va ular turli-tumanligidan xabardor. Birinchi navbatda vaqt belbog'laridan boshlaymiz. Fransiya hududida 12 ta vaqt belbog'i bor. Hech qanday boshqa mamlakat bunday vaqt farqlari bilan maqtana olmaydi. Fransiya biroz g'alatiroq urflarga ega. 2 asr davomida 2012-yilga qadar Parijda hech bir qiz shim kiyishi mumkin emas edi, lekin hech kim bu qonunga amal qilmagan. Shu sababdan bo'lsa kerak, bu qonundan voz kechilgan. Fransiyada odamlar fransuz tilida gaplashadi, to'g'rimi? Lekin bu tilda Afrikada undan ham ko'proq insonlar muloqot qilishadi. Har yili mamlakatga 80 million sayyoh tashrif buyuradi. Bu dunyoda birinchi o'rinni egallagan. Yana bir qiziq fakt. Fransiya avval sayyoramizning 10% hududiga egalik qilgan. Faqatgina bu mamlakatda siz o'lgan odamga turmushga chiqishingiz mumkin. Biroq avval prezidentga ariza yuborib, uni ko'rib chiqish. Parij ramzi hisoblanadigan Eyfel minorasi 1887-yilning yanvar oyida qurila boshlangan bo'lsa, 1889-yil 30-martda yakunlangan. Minora qurilishiga ko'plab fransuzlar qarshilik ko'rsatishgan. Ular 300 metrlik temir majruh shahar ko'rkini buzib turadi deb hisoblashgan. Ma'lumotlarga ko'ra, 300 yozuvchi va rassomlar munitsipalitet nomiga konstruksiyani foydasiz va ko'rimsiz ta'riflab raddiyalar yozganlar. Ulkan bunyodkorlik ishlarida 300 nafar ishchi kuchidan foydalanilgan. Shakllarning har biri aniq, xavfsiz va chidamli bo'lishi uchun 12 mingta metall detallar ishlatilgan. Inshootni tiklash va boshqa xizmatlar uchun 7,8 million frank sarflangan. Minora mashhur arxitektor Gustavo Eyfelning nomiga shunday nomlangan. Eyfel yon ko'priga qarshisidagi Mars maydonida qad tiklagan. Minoraga o'rnatilgan dastlabki 2 lift gidravlik nasoslar yordamida ishlatilgandi, ammo ulardan qish faslida foydalanib bo'lmas edi. Liftga chiqishdan qo'rqadiganlar 1792 ta zinadan xatlab minoraga chiqishlari mumkin. Eyfelning xavfsizligidan xavotirlanmasa ham bo'ladi. U eng kuchli bo'ron turgan taqdirda ham 18 santimetrgacha tebranishi mumkin xolos. Bino foydalanish uchun topshirilgandan boshlab 6 oy ichida 2 million tomoshabinni o'ziga jalb qilgan. Dastlab Eyfel bilan tuzilgan shartnomada minora 20 yil qad rostlab turishi, keyin esa buzib tashlanishi ko'zda tutilgan edi. Binoning balandligi 324 metr, og'irligi esa 10,100 tonnani tashkil qiladi. Minora kunduz kuni o'z rangida, uzoqdan qop-qora, yaqinlashgan saringiz shunchaki eskirgan temirlar majmuasi. Tunda oltindek sap-sariq yonadi. Vaqti bilan chiroqlar butun minora bo'ylab raqsga tushadi. Lift birinchi, ikkinchi qavatlar va minora uchigacha ko'tariladi. Chipta narxi ham shunga qarab belgilanadi. Parijni Eyfelning yuqorisidan tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, 16 yevro to'laysiz. Liftga 30 kishi sig'adi. Minoraga navbatsiz kirish faqat internet orqali oldindan booking qilganlarga nasib etadi. Birinchi qavatda restoranlar joylashgan. Minora tojida aylanma zinapoyalar bilan yuqoriga ko'tarilsangiz, arxitektor Eyfelning maxsus kabinetini ko'rasiz. Eyfel sharafiga minoraning chap oyog'i ostida haykal ham o'rnatilgan. Videorolikimiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang va albatta Nega.uz kanaliga obuna bo'ling.